Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Siz so'ramasang yaxshiman. Ovozingiz yaxshi kelmayapti. Yaxshi qo'ygansan, gapir. Dada, anavi Setanta bor kanal. Ha, O'shanga mendan pul yechib oldi. nechi pul? 44,990 so'm. Men ko'rganim uchun yechib olibdi. Xo'sh, endi mendan ham yechib oldi. 5,5 million. Nimaga? O'g'lingizni kontraktini to'lang deb yechib oldi. Nima qilishimni bilmayapman. Endi nima qilishim kerak? Yo, prosta yechib oldi-da, ana agar oyligi o'chib qolgan bo'lsa, to'lab yurmang demoqchiman-da. Menikidan yechib oldi-da o'zi. 45 ming berishim kerak endi. Bilmasam dada. Bergisi kelyaptimi? Bergisi kelyaptimi? Sen qachon menga 5,5 millionimni berging keladi? Senida bitta boshi katta qo'ygan aka. Bitta yechingdan beri nechta qo'ygan? Yarim qo'ysang endi bitta zaparak puli ketdi. Sen aronga borgan? Qaytga? Ipodromga? Ha. Xo'p. Shunday. Haliga otalar sotuvda degan bozor bor ekan. Narxlarni bitsa meni qanchaga olar ekan? Olsa kerakmi? Ya da hisoblagan 15 ming olsa kerak. Yo'q, dada. Kartani qayerdan tashlayman? Mana shu klik tashlab yuborasiz-ku. Qochib ketaman ana. Baja berasizmi, dada? Ha, tashlayapman. Ketaman. Bosh olib ketaman. Vaznimni siylagan, sahroga, bekorga aytmagan so'tim. Ketaman, bosh olib ketaman. Qanday odam edim ha.